Uylanish, pul topish, kelin izlash bilan boshlanmaydi. Ko'pchilik uylanaman deb pul topaman, tirikchilik qilaman deydi va o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni yoddan chiqaradi. Bular birinchi navbatda ruhan tayyorlik, ikkinchi navbatda meditsina tomonidan o'zini uylanishga tayyor ekanligini bilishlik kerak bo'ladi. Ya'ni jismoniy tayyorgarlik. Pul topish, kelin topish va boshqa orzu-havaslar keyingi o'rinda bo'ladigan narsalar. Uylanishga erkak kishi qachon tayyor bo'ladi? Qachon ruhan tayyor bo'ladi? Qachon o'zi jismonan baquvvat bo'ladi va meditsina tomonidan qachon yetilgan holatda bo'ladi degan savollar juda ham ko'p kelib tushadi. Bu holatda erkak kishida birinchi navbatda meditsina tomonidan qaraganda uylanishni orzu-havaslar bilan emas, balki o'ziga bo'lgan ishonch bilan boshlashlik kerak. Bunda sizga kerak bo'ladigan uylanishdan oldingi tekshiruvlarni androlog, urolog sifatida men birma-bir aytib bermoqchiman. Yaqinda uylanmoqchi bo'lgan akalar va ukalar, sizlar uchun eng zo'r 3 tavsiya. Birinchi navbatda siz urolog ko'ruviga boring. Bu nima uchun kerak? Urolog, androlog sizga kerakli tekshiruvlarni o'tkazadi va ertaga farzand ko'rishda, ayolingizni oldidagi qiyinchilikda va sizning vazifangiz qandayligini tushuntirib beradi. Siz urologga borganingizda doimiy ravishda aytamiz, spermogramma, UZI tekshiruvi va yana gormonlar muvozanatini ko'rishlik kerak bo'ladi deb aytamiz. Spermogramma nima uchun kerak? UZI tekshiruvi nima uchun kerak? Gormonlar muvozanatining ahamiyati nimada degan savol o'z-o'zidan kelib chiqadi hozir uylanmoqchi bo'lgan aka yoki ukalarimizda. Xo'p, ushbu ma'lumotimni siz tinglang va men sizga oddiy va sodda qilib tushuntirib beraman. Ertangi uylanishga bo'lgan siz o'zingizning ishonchingiz shunda ortadi va orzu-havaslarni, kelin izlashni va pul topishni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi navbatda sizda spermogramma tahlili nima uchun kerak? Ertaga siz o'zingizdan zurriyot qoldirishingiz uchun, ya'ni nasl qoldirish uchun albatta spermatozoidlarning morfologiyasi juda ham katta rol o'ynaydi. Qabulimga yaqin kunlarda kelgan bemorlarning ichida urug' topshiryapti, normospermiyasi ham bor. Urug' topshiryapti, oligoastenoteraktozospermiya ham bor. Urug' topshiryapti, bu yerda nekrozospermiya ham, hattoki azospermiya ham bor. Bunda nima? Bular nima? Endi spermogramma tahlilini kengroq yoritganimda, bu yerda oligoastenoteraktozospermiya deganimizda urug'lar soni yetarli, lekin uni harakatchanligi yo'qligi, chiqayotgan spermatozoidlarning ko'p qismini morfologiyasi yaxshi emasligi bilinadi va ko'proq spermatozoidlarning ko'p qismi o'lib qolayotgan bo'ladi. Bu paytda sizga qolgan tekshiruvlar yordamida 3 oylik kurs lecheniyalarida yetuk va sog'lom qilsak bo'ladi. Albatta qolgan tekshiruvlarda muammo bo'lmasa. Endi yuqorida aytib o'tdim. Nekrozospermiya bo'lsa-chi yoki azospermiya bo'lsa-chi shunaqa bemorlar kelyaptimi deysiz? Albatta, uylanishdan oldingi tekshiruvda yaqin kunda azospermiya holati bo'ldi. Ya'ni urug' topshiryapti, urug'lar 0 chiqyapti. Urug' 0 chiqsa, bunga men aytyapman. Genetik tekshiruv ham kerak. Chunki u bemorda biz adabiyotlarda o'qigan va tajribamizda ko'rib turgan yaqqol namoyon bo'layotgan yuzlar bor. Ya'ni Klinefelter sindromi. Bunda bemorning qo'llari uzun, bo'ylari uzun, lekin jinsiy olat kichkina va tuxumlar kichkina bo'lib qolgan. Ushbu bemor urug' topshirsa, azospermiya holati yuzaga kelib chiqadi. Endi u bemor qanday uylanadi degan savol bor. Anamnez yig'sam, ushbu bola 7-farzand bo'lib dunyoga kelgan. Va qarichilikda dunyoga kelgan farzandida genetik tahlillarda shu azefda va karyatibda muammo bor. Ya'ni tasdiqlangan Klinefelter sindromi. Rasmlarda keltirib o'tamiz. Endi ushbu bemor faqatgina oldin mikroteziya operatsiyasini o'tkazib, urug' bor bo'lsa keyin ota bo'la oladi. Shuning uchun oldin aytaman, uylanishdan oldingi tekshiruv обязательно kerak. Ertaga ayolingizni oldida, ota-onangizni oldida va qaynoq-qaynotangizni oldida uyalib qolmasligingiz uchun. U ham mayli. Ertaga farzand ko'rmayapsan. Nima bo'ldi do'stim? Yangilik bo'ldimi? Qanday holat? Degan har xil savollar sizni qiynamaydi. Shuning uchun uylanishdan oldin albatta spermogramma tahlilini topshiring va normospermiya bo'lsa xotirjam bo'ling. Qolgan aytib o'tgan yuqoridagi ko'rsatkichlarimdagi spermatozoidlar morfologiyasi buzilish holatlari kuzatilsa, albatta urolog, androlog bilan birga ishlab keyin uylaning. Endi o'z-o'zidan kelib chiqadi, UZI tekshiruvi nima uchun kerak? UZI tekshiruvi bizga nima uchun kerak bo'ladi? UZIda prostata bezini ko'rishlik, keyin esa moyaklarda qoyillanishni ko'rishlik kerak. Prostata bezida yallig'lanish ketayotgan bo'lsa, chiqayotgan spermatozoidga o'z-o'zidan ta'sir qiladi va DNK fragmentatsiyaga uchrab chiqadi. Ya'ni spermatozoid morfologiyasi yaxshi chiqmaydi. Bu bitta masala. Endi moyaklarda qoyillanish buzilishi.
moyakda qonlanish buzilishi natijasida spermatozoidda aniq DNK fragmentatsiyaga uchrab chiqishi yoki u yerda spermatozoidlarni morfologiyasi yaxshi bo'lmasligi yoki spermatozoidlar o'lib chiqishi mumkin bo'ladi. Endi bunga qolgan yana boshqa ko'rsatkichlar kerak bo'ladi albatta. Faqatgina sperma va moyakda o'zidagi holatda emas, gormonal muvozanat ham kerak bo'ladi. Nima uchun bu narsani men sizga yoritib boryapman? Nima uchun sizga donalab tushuntirib beryapman? Tuxumda o'zida 20 dan ortiq, ya'ni moyakning o'zida 20 dan ortiq kasalliklar bor. Ushbu kasalliklarni oldini olish, ya'ni bo'lgan bo'lsa, uni oldi olinadi, bo'lmagan bo'lsa tayyorgarlik bo'ladi. Endi moyakda ham 20 xil kasallik bo'ladimi deb o'ylashingiz mumkin. Bo'ladi albatta. Tuxumda moyak atrofini yallig'lanishi, suvlar to'planishi, gidrotseliya holati, ya'ni varikatsiyali bor yo'qligi yoki kistalar borligi ham aniqlanishi mumkin va boshqa kasalliklar ham bor. Buni hozir sizga aytsam tushunmaysiz baribir. Shuning uchun eng qisqa lo'nda qilyapman. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy holatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy holat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar 0 ko'rsatyaptimi? Farzandingizni moyaklari o'z yorug'i xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimlar qilishga harakat qilamiz. Eng katta xato qilinadigan narsa nima? Uylanishdan oldin fohishaga borib jinsiy aloqa qilib keladi-da, ertaga prostata bezida va tuxumda yallig'lanish borligini ko'rib biz aytsak tan olmaydi. Ko'p bo'ydoqlarimiz uylanishdan oldin o'zimizni sinab olay deb fohishalarga borib ko'rishligi mumkin bo'ladi. Bu narsadan tiyiling. Juft halolingizga bemalol biz aytgan tekshiruvlardan o'tgan holatda, sog'lom holatda borsangiz ham uyalib qolmaysiz. Chunki ko'z ochib yumgan shu bo'ladi. U uchun ham siz bo'lasiz. Endi biz doim aytamiz, gormonal muvozanat nima uchun kerak? Moyakdan o'zi nima ishlab chiqariladi? Do'stlar, moyakdan o'zi testosteron va sperma ishlab chiqariladi. Testosteron ishlab chiqarish uchun luteinlovchi gormon kerak bo'ladi. Sizga spermatozoid ishlab chiqarishga yordam beruvchi fezga gormon yordam beradi. Ya'ni follikula stimullovchi gormon. Ushbu gormonlar bir-biriga disbalansini ko'rmasak, biz sizga to'g'ri lecheniya qila olmasligimiz mumkin va to'g'ri taktika tanlay olmasligimiz mumkin. Shuning uchun biz gormonal muvozanatni albatta ko'ramiz. Siz uylanishga aytganimdek moddiy tomondan emas, ruhan tayyor bo'ling, jismonan, ya'ni meditsina tomonidan tayyor bo'lsangiz, hech qachon uyalib qolmaysiz. Endi eng kerakli narsa nima? Erkaklar uylangandan keyin 3 oy ichida natija yoki 3 kun ichida natija kutishadi. Aslida bu xato. Agar yoshlar qachonki 6 oydan 1 yilgacha yashasa, regular jinsiy aloqa bo'lsa, ayolda muammo yo'q bo'lib, erkakda muammo yo'q bo'lsa, 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan davr eng ideal davr. Kimdadir to'g'ri, kichkina chilla ichida, ya'ni biz o'zbekchilikda aytamiz, kichkina chilla, katta chilla, 20 kun chilla saqla, 40 kun chilla saqla. Shu ichida yangilik bo'lib qolgan bo'lsa, u inson albatta uylanishdan oldingi tekshiruvlardan o'tgan yoki katta ehtimol bilan o'tmasa ham sog'lom. Fohishalarga bormagan, moyakdan travma olmagan yoki gormonal muvozanat normada bo'lgan. Hozirgi aktual mavzular juda ham ko'p, chunki bolalarda hozirgi kunda tunda uyqusizlik natijasida bo'layotgan gormonal muvozanat buzilishi bor. Ya'ni bu nima? Sizda ko'pchilik hozir logistiklar bor yoki kuryerlar bor, ko'chada kuryerlik qilayotgan yoki avtomashinada taksi minayotgan do'stlarimiz. Ushbu do'stlarda ham bu natija juda ham ko'rsatkichlar yomon chiqyapti. Natijalarda ko'rsatkichlar haligi ayanchli holatda, qo'rqinchli holatlar bo'lyapti. Nimaga? Bu yerda prolaktin gormoni ko'tarilib ketyapti, testosteron tushib ketyapti va ayollik boshqa gormonlar ham rivojlanyapti. Chunki hammasi tunda uyqu bo'lmasligi natijasida va tunda vaqtida ovqatlanish ratsioni buzilishi natijasida semizliklar, ya'ni ortiqcha vazn to'plashlar kelib chiqadi. Shuning natijasida ertaga unda jinsiy zaiflik holati, ertaga unda o'ziga bo'lgan ishonch yo'qolish holatlari kuzatilyapti. Demak, xulosa qilib aytish kerakki, siz qachon ruhan, jismonan tayyor bo'lsangiz, ya'ni sizda uyqu normada bo'lsa, gormonal muvozanat normada bo'lsa, spermogramma tahlillari normada bo'lsa va moyakda hech qanday o'zgarishlar bo'lmasa, siz qo'rqmay uylansangiz bo'ladi. Shuning uchun uylanayotgan aka-ukalarimizga ushbu videoni yuborib qo'yishni unutmang. U uchun albatta manfaatli bo'ladi. Do'stim, siz albatta bitta like bosishni ham unutmasdan kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Ushbu videoni o'zingiz uchun saqlab qo'ying.